Assalamualaikum. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun biz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida ishlayapmiz. Mana bu yerga 30 talik plotnosdan sepdik. Mana video qo'ydim. Mana o'tda yonmaydigan qilidan xuddi o'sha pena shu yerga ham sepdik. Mana işimiz Xudoga shukr yaxshi. Mana kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa orada nomerlarni qoldiramiz. Kerak bo'lmaganlar ham like, podpiskani ayamaymiz. Bizni kamtarona xizmatimizga like, podpiska nima bu? Kerakli odamlarga yetib borish uchun qo'ldan kelgancha tarqatib benasib xizmat kimga kerak bo'lsa shu odamlarga yetib borishini ko'maklashingizlar. Xizmatimiz respublika bo'ylab yo'lga qo'yilgan. Oldindan rahmat.